FM Karvan Sadası programısının aziz möhteremleri. Kamina Dilnur'dan hammaga otluq salam. Biz Uyg'urlarda su içkende quduq qazg'uchi unutma degan bir hikmatli sözümüz var. Bugün biz Uyghur kinochiligini dünya sahnasida jo'lanlantirgan Uyghur xalqining qadrli do'sti, Shiva millatidan bo'lgan davlat darajalik rejissor Guang Chunlanning Uyghur kinochilik qo'shgan to'kisini eslab o'tamiz. Uyghur diyarı kinochiligidagi töhfkar rejissor Guang Chunlan 1980-yildan keyin turmushi asosiy tema qilingan bir turkum nadir filmlar arqa-arqadan maydonga kelib, Uyghur diyarining kinochilik sohasida misli ko'rilmagan bir sahifa yoritildi. Bo'libmi Baxit Naqshisi, artist bo'lmaydigan qiz, Sahib Jamalning o'limi, Muhammad haqida parang qatorliq ko'plagan nadir filmlar tomoshabinlarning qalbini larziga selib, ularga kuchlik ma'naviy zavq bag'ishladi. Mana shu nadir filmlarni ishlab, kino sohasida zo'r ta'sir qo'zg'agan san'atkor bo'lsa, Shiba millatidan yetishib chiqqan ayol rejissor Guang Chunlandir. Guang Chunlan 1940-yili 12-oyning 28-kuni G'ulji shahrida tug'ilgan. 1961-yili Beijing Kino institutining rejissorlik kasbiga qabul qilingan. Guang Chunlan Uyg'ur diyarining kinochiligini gullantirishdan iborat ulug'vor orzuni ko'ngliga tukib, 1981-yili Tangritog' kino studiyasiga yetkazib keldi. Ham uzun o'tmay tunji bo'lib Baxit Naqshisi nomli Uyg'urlar turmushi aks ettirilgan hikoya filmga rejissorlik qilib muvaffaqiyat qozonadi. O'zlari bo'lmasa Bo'ston maydoniga boradigan yo'lovchi yo'lbaşlar ma'lum mashinaga chiqqanlar. Yo'lovchi yo'lbaşlar o'chiradigan mashinaga chiqqanlar. Yo'lbaşlar diqqat qilinglar. Hey, to'xta! Hey, mashina to'xtat! Hey, to'xta! Men chiqolay! Hey, to'xta deyman. Hey, mashina to'xtat! Mashina to'xtat! Hey, to'xta! Bo'lmaydi. Hey, meni jiddiy ishim bor. Mashinam ketib bo'lmaydi. Hey, to'xta deyman. Hey, to'xta! Hey, bu nima qilganingiz? O'lgangiz keldimi? Xafa olmang qizchaq. Mening aytib jiddiy ishim bor. Ishni ichirdim. Ichi kirmay, ha? Hey, her qancha jiddiy ishingiz bo'lsin, ketayotgan mashinaga islamsiz. Siz nega bormoqchi? Biletingiz qani? Bilet? Baba. Mana bilet. Yo'ldosh, bu mashina Qizil bayroq qo'ng'ishig'i bordi. Bog'lanchilik maydoniga mashina bordi. Siz kechikib qolibsiz, mashina qo'zg'alib bo'ldi. Yo'q. Ay, mashinaga yitilsangiz bo'lmaydi. Mangayli. Hey, mashina to'xtat. Hey, to'xtat. Meni jiddiy ishim bo'lsa, sizlarning ishga mashina to'xtatmaysizlar. Sizlardan kim uchun xizmat qilasizlar? Ha? To'xtat! Qilab? Meni qilibim. Hey, meni qilibim. Mashina to'xtat! 1982-yili Ra'naning to'yi nomli filmni ishlaydi. 1983-yili Artist bo'lmaydigan qiz nomli hikoya filmga rejissorlik qilib, Uyg'ur diyarining kino sohasida zo'r dag'dug'a paydo qildi. Tomoshabinlar bu filmga kuchli olqishlar yog'dirib, cheksiz hayajon ilkida ko'rib huzurlanadi. Onun bari qattiq tadisi. Kim o g'aybitimni qilayotgan? Ha? Men sizni demedim. Siz nihayet hakkınladın. Mayli, kimni demanglar, dunyoda bag'ri qattiqda diyor. Bilamsizlar? Mana kızım, haqi chiqayli. Opamga bo'ldirgan telib opammoqchi edi. Bak, tog'dagi bo'ldirganlar bekmi yo'g'on. Achchiq chuchuk, ta'mi intayin yaxshi.
Bundaq alqış və təntənə Guangchunlarni texmo ilhamlandırdı. O rejissorluq qilgan bu film 1984-yili Madaniyat Ministerligi tarafidan Munavvar film sharaf mukofotiga, 1985-yili Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan xalqaro kino festivalida Munavvar film mukofotiga erishdi. Guangchunlan yana 1988-yili G'arbiy diyordagi usul mastonlari, 1989-yili Xushal zamon, 1990-yili Azimatlar tanzxonasidagi ayol cho'lpon, 1991-yili Balalar filmi, Yalqin tog'dan kelgan dabchi qatorliq filmlarga rejissorlik qildi. U yana o'zligidan tirishib, ilgari oxiri bo'lib, muhabbat mastonlari, jo'shqin yoshlik, cho'lga kelgan mehmon, mask taqagan kuchuk, vijdon, sadoqat qatorliq filmlarga rejissorlik qildi. Duyanmadım. Muhammed degan kim u? Apa, bo'ldi so'ramang. Tush ko'ribdiman. Shunday yaxshi uxladim. Oy, tong aytibdi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Marhamat. Tinchlikmi? Mundaq ish. Bola milliy al-nag'mchilar bilan ko'rishsak deb edim, men shuni boshlab keldim. Marhamat. Qani. O'ltiringlar. Qani. Tarjimonning ishi chiqib qilib kelamadi. Dinlar xonimni chet elchini yaxshi so'zlaydi deb anglab edik. Bugun tarjimonlik qilib qandaq. Kechiring. Men yapon tili o'rgangan. Ingliz tili biladigan birsini tepib kelay. Sizlar o'ltirib turinglar. Kechiring xonim. Xato anglab qolgan o'xshaysiz. Bu yerda ingliz tili biladigan olim ismli tarjima yo'q. Boshqa yerni izlab beqing. Amsi Bo'ston mehmonxonasiga berib baqay. Olim deydigan ingliz tarjimonni izlaydim. Bizning tarjimonimiz Van Huyli ismli bir ayol yo'ldosh. Amsa Sherib ismli shofir bormi? Sherib? Ana, u keldi. Sherib, olimni izlaydigan muhim bir ishim bor edi. Nima ishdi? Uyimizga bir necha chet ellik mehmon kelgan. Tarjimon kerak bo'lib qoldi. Ular bu yerda undaq odam yo'q deydi. U yerda ishlaydi-ku. Mundaq ish. U yangi kelgachga kishilar texi uni tanib olamadi. Lekin u chet ellik mehmonlar bilan turpan ketdi. Men sizga bir tarjima deb beray. Oh, yes. We like Xinjiang dance and music. Sizlardek san'atkor oilasidan intayin qoyillik his qildik. Xinjiangning hamma yerida kishini qoyil qilgudek naqsha, musiqa, usullar bor ekan. Ata yakshanba agar manzirlik Bug'di ko'liga chiqib, o'yinlarni ko'rgan bo'lsak, to'limi yaxshi bo'ladi dedi. Mundaq bo'lsin. Dilnar, siz o'makdagi Van idora boshlig'iga deb qo'ying. Bizning uyga bir kelib kelsin. Ma'qul. Men ularni mehmonxonaga o'rlashtirib qo'yay. Bo'ldi amsa. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Yürünglar. Bye bye. Thank you. Yana kelasizlar, ha? Mening muhim ishim bor. Turib turing. Ko'rishaylik. Turib turing deyman. Bye. Jigit, oltirmang. Mening muhim ishim bor edi. Birdan o'ltirib men. O'ltiring. O'ylamabdiman. Muhammad Xo'jayin ingliz tilini qo'ymabdan so'zlaydi ekansiz. Aqlli ekansiz. Nadikini? Qaysi chet el tili maktabida o'qigandingiz?
Özlügümden öğrengen. Şirketinglar chet el bilan hamkorlashib qurgan shirkatmi? Hozircha o'zimiz mablag' silib qurgan. Hamkorlashishi keyincha irodalikansiz bir-birlab ishlash kerak. Chet el bilan hamkorlashsalar rivoj tepishi natayin. Shundoq. Qani uningdan eling, ha? Qani, buningdan tetib beqing. Necha yoshga kirdingiz? 24 ga. Yoshkansiz, bolangiz bormi? Mening texi loyiqim yo'q. Oy, yigitkansiz-da. Anasi tavuz yeb turayli, sizlar chiqib, choy damlab kiringlar. Bo'ldi, avaraman. Qani tavuzdan eling, ha, eling. Rahmat. Sizga o'xshash yosh odam degan, menga o'xshash tortinmay, cho'ng-cho'ng elish kerak. Men tortinmayman. Sizmi mushukka amroqmi? Shundoq. U tak o'maqkan. Dinlarni saqlamamsiz? Menimcha bu yigit bo'ladigan iqtidorliq, yana jonliq ekan. Afsuski, uning nima ish qiladiganligini bilmaymiz-da. Voy. Bu shu yigitning somkisi. Voy, u bek jiddiylasib ketdi. Ichib qarab boqamda. Ossaq bo'lmas. Men qiziqib qoldim. Bo'lmasa, men achay. Keyin bizdan kuyovligimiz bo'lib qolamdi, texi. Qarab boqayli. Mana bu men olaman deb yurgan qalpoq. Ajab chiroyli qalpoqkina. Mana endi menga qaraganda qayir ko'rinib qoladigan bo'ldinglar. Sumkam. Asta. Birisi geldi. Somkine. Şirket geldiniz mi? Neymiş oldu? Mundaq işte, men somkamni unutib qoldim. Yana og'riyotamda. Mana somkangiz. Shunday. Somkangizni chiqib beraylik deb turib. Rahmat. Rahmat. Nan qayda. Voy, nima bo'ldi? Qalpoq. Qalpoq? To'xtab turinglar, ha? Tang. Uchib berib egangni tepib ol. Qalpoq. Tog'a. Bu yerda tursan, o nimaga kelding? Sizni o'g'li keldim. Meni? Ha. Buni nereden topding? Osmondan tushdi. Yura, endi qaytaylik. Yuring, men sizni epmoqman. Meni mushni olamma? Bo'ldi, yura. Yana shuni. Bugun uni ajabmi katkizammidoq deysa? Nima ekan? Ko'rpaqaychi. Bu ikkalan ajab o'xshaydi ekan. Ko'zoynak taqvog'ini oqsi o'xshamamdi. Sen buni tanimsan. Azroq taniyman. U bir arvoh. Buni ati Muhammadga topshirib beraman. Ati u kelmayman, tishimni ko'rsatkil doktorxonaga borman dedi.
u o'yin qo'yyotidi. Nima? U artistmi? Dada, apa, men aram olay. Dilnarning oxiri tanlagan eri kavobchi Muhammad bo'ldi. Olim Dilnarning tashlab etgan oshiqi, mavjud bo'lmagan g'alati maxluq. Men rastla ishkanlarni aldam xaltanglarga tushibdiman. Yalqın tağdan kelgan Dabchi filmi 1992 yılı 42. növbetlik Berlin Xalqaro kino festivalida eng nadir balla filmi bo'yicha 1. darajalik mukofotga. Shu yili yana Madaniyat Ministrligi tarafidan Munavvar balla hikoya filmi mukofotiga noil bo'ldi. Bu rejissyorlik qilgan Vijdon nomli film 1998 yili Jungo kino Huabiao mukofotining Munavvar hikoya film mukofotiga. Beijingda turayotgan rejissyor Guang Chunlan mundaq deydi. Men Uyg'ur diyorini mangu so'yiman. Bu mehri otash ziminda qaddimni ko'targan. Ko'plagan axborot vositalari meni telefonda ziyorat qilib, u yerdagi yurtdoshlarning meni unutib qolmaganligini aytishdi. Mening natijalarimni shu yerdagi ko'plagan tomoshabinlar, rahbarlarning qo'llashidan, shundaqla yurtimdagi qarindoshlarning menga bo'lgan qizg'in tilaklaridan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Men yurtimni bakmo sevgandim. Men Uyg'ur diyori kinochiligida yangi san'atkorlarning, nadir filmlarning ko'plab barliq kelishini, kino ishlarining yanamo bir baldaq yuqori o'rlishini umid qilaman. Uning aytishicha, u o'zi suratga elib ishlagan filmlarni bakla yoqtirdi ekan. Bo'libmi Tangritog' kino studiyasida 2 bolasini rejissyor qilib tarbiyalab chiqqanligidan bakla faxrlanadi ekan. Shundoq nurg'un yillar nihoyat tez o'tib ketdi. Ammo Aşu untulğusuz yıllarda rejissyor Guang Chunlanning Uyg'ur diyori kinochiligi uchun bosgan qutlug' qadamlari yaratgan shuncha ko'p to'hfalari qoldi. U rejissyorlik qilgan 20 ga yaqin filmdagi kishini hayajonga soladigan, ta'sirlantiradigan xilma-xil ko'rinishlar tomoshabinlar qalbida saqlanib qoldi. Bugungi kunda xalqimiz biz tilga olgan ashu filmlarni esiga olganida ixtiyorsiz holda rejissyor Guang Chunlanning un-tunsiz izlanib Uyg'ur kinochiligini yangi bir saviyaga ko'tarib, uni dunyo kino minbariga ilib chiqqan jaboliq ajri mehnatiga opirin etmay turolmaydi. Demak, rejissyor Guang Chunlanning Uyg'ur kinochiligiga qo'shgan tuhfasi abadiy unutulmaydi.